Sarvari koinot boshqa bir hadisda aytadilar. Kim qayerdan mol topayotganiga, foyda topayotganiga e'tibor qilmasa, Alloh ham uni do'zaxga qaysi sababdan kirib ketayotganiga parvo qilmaydi deb Rasul akram alayhissalom aytibdilar. Bugun beparvolar ko'p. Mana yaqinda bir 3 kun bo'ldi. 200 minglik mol olgan, mol bergan odam telefon qilyapti. Qora aka, hozir mana shu mendan mol olgan oldimda turibdi. Shuni yozib chizib qo'yaylik guvohlar sababidan. Yo'q debdi. Shu og'zaki bo'ladi. Shu men sendan oldim, yetadi mana shu gapim, lafzim. Ha, Alloh aytgan Baqara surasida. Guvohlar asosida yozib chizib belgilab qo'yishligimizni Alloh aytgan. Tashlab berdim shu ma'lumotni, o'sha oyatni. Mana hozir qora aka tashlab berdi Baqara surasining oxirgi oyatlari. Yozmabdi. Bu qanday odam? Azizlar, dinimizga rioya qilaylik. Dinini rioyasini qilgan odam barakaga erishadi inshaalloh.